Davay xolajonim keyin akalar xolaga pomidor otamiz. Qani kelar deydi akalar yaxshi, lekin ta'sir qilmadida. Mana kitobda olamiz olib biratishga. Xo'p, bu yerga kelib mana pedalak bilan ochasizlar akalar. Keyin mana dastaydi qo'yasizlarda dastaydi bitta pastga tushirsanang. Akalar mana o'zga serialliklar kelibdi akalar, meni olib ketadi akalar va nihoyat hozir mana nuriga tursam akalar olib ketadi. Nima deysizlar? Ketamizmi akalar? Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny Remake degan o'yin o'ynaymiz. Agar do'stlar videochamiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xo'sh bo'lmasam do'stlar, biz o'yinchamizni boshlaymiz. Qarang do'stlar, bu o'yinda nimadan qochasiz desalang, eslaringda bo'lsa Granny xolani uydan robotdan qochdik, Tomdan 3 ta qochish yo'ldan qochdik. Yagona do'stlar bitta qochish yo'li qoldi, shu akalar o'zga sayraga qochib ketamiz. Xo'p akalar, demak bugungi videochamiz akalar qiziq bo'lardi. Shuning uchun do'stlar like unutmanglar. Xo'p akalar, mana xolani uyda turyapti. Cho'ttay eski versiyami deb o'ylayapman. Yo'q akalar, aniq eski versiya. Xo'p akalar, eshikni ochamiz, ishimiz borardan kesin deb tuvaletlar tekshiramiz. Akalar, kimdir mashinani kaltini qo'yib qo'yibdi. Bu yerda pomidor ham bor ekan. Xo'p. Xo'sh, o'sha tomonga akalar pomidorni otsanang akalar, xola yer to'ladan chiqib o'sha Granny Remake bo'yatibdi akalar xola. Xo'p, bu yerdan mashinani kaltini olamiz akalar. Mashinani orqasida ham narsa bo'ladi. Xolajonimiz ham akalar yana shu yerda turibdi, o'tib ketalamizmi akalar? Nima deysizlar? Yo'q akalar, o'tib ketolmas ekanmiz. Bu xola ushlab olar ekan-u. Yaxshi akalar, mana tomondan tezlik bilan suramiz. Xolani kelishini qaranglar, bu yerda ham pomidor bor ekan akalar. Shu pomidor ham akalar zo'r narsada, xolani kallasiga o'tsa tintek bo'lib qolar. Ana momaga ham akalar bu kitobni berib ko'ramiz. Mana nima deysizlar, tepada akalar kitobim turgan ekanda. Xo'p, yaxshi. Buni orqasini ochamiz, ochib beratishga. Dastakni topdik akalar. Yaxshi, bana akalar murda turgan xonani ochaydi ekan dastak. Hol u xonani akalar punli ochishimiz uchun akalar bizga pedalak ham kerak bo'lar. Bu pedalak ham akalar qayerlardadir yotgandir. Orqamachan yurish akalar bizga to'g'ri kelmas ekan akalar, seryozni. Xola keldingizmi endi akalar? Bu xola keldimi? Ha akalar, bo'ldi yaxshi. Xola kelibdi. Bu xolaga ishonch yo'qdi akalar. Ishonch hosil qilib o'ynash kerak akalar. Bu o'yinni tavakkal o'ynab bo'lmaydi. Xo'p akalar, bu yoqqa kiramiz. Baxtlarni ham tekshirib qo'yamiz, hech narsa yo'q. Yaxshi, bu yerda ham ko'ramiz, bu yerda ham akalar hech narsa yo'q. Endi akalar, qarochi bu dastaydi mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Kodam shu yerda ekan. Hali bu yoqda ochishimiz kerak. Hop, buni qo'yamiz akalar. Endi akalar tez-tez suramiz. Xola kelyapti akalar, bu yerga aniq xola kelyapti balki. Kelib akalar bizni mana shu yerga qamab qo'ymasdan oldin. Xo'p akalar, mana bu yerda qaranglar. Nimani ko'rib qoldim? Qarochi akalar, bu yerda yuzni ko'rib qoldim akalar. Mana shuni ham olamiz. Qani akalar, o'tirib sekingina o'tamiz. Xola ketibdimi ekan akalar? Ketmagan bo'lishi ham mumkin. Bu boya aytgandek bu xolaga akalar hech kim ishonch hosil qilish kerak dedim akalar. Xo'p, go'sht bor ekan akalar. Yaxshi, go'shtimizga kerak bo'lar birachka bu yerda yopib qo'y. Xo'p akalar. Ana bu yerda bolta turibdi akalar. Mana go'shtni mana shu yerga qo'yib turaylik-da. Xo'p akalar, mana shu bolg'ani olamiz. Chunki akalar biz hali bolg'a bilan ochaydigan bir 3 ta 4 ta joyimiz bor. O'sha yerda akalar ochib kelsak bo'ldi. Xola ham mana bu tomonlardan kelish kerak. Bilmadim akalar keldimi yo'qmi, lekin bu xolaga akalar men hayotda ishonmayman, chunki xolani qandayligini bilan bu yerda ham akalar vipin yo'q. Bu degani chatoq, shatgan yo'q. Bu degani akalar yomon degani xolani otolmaymiz akalar. Xo'p, eshikni ochamiz akalar, ehtiyot bo'lamiz. Xola yo'q. Bu eshikni ham har ehtimolga qarshi akalar yopib qo'yamiz. Hozircha akalar o'yinimiz yaxshi ketyapti. Xo'p, bu yerga yog'ochni qo'yamiz, bolg'ani olamiz. Xola ovozini eshitib akalar hozir keladi. Endi akalar buni bitib turamiz, kamerasini ham sindirdik. Nech pul turar ekan akalar shu xolani kamerasi, buni ham tashlaveramiz akalar. Bolg'a bizga umuman kerak emas. Ana akalar xola ham pastda turibdi, sekingina o'tamiz yaxshi. Va akalar yangi versiyada xolaga o'xshab shartta ko'rib akalar kelib olmas ekanda, ana shu xarakter yaxshi ekan akalar bu kal xolani. Xo'p akalar, yaxshi xola ham kun. Mana bu yerda kesgich bor ekan akalar. Bir yo'l akalar bor, tepadan narsani ham kesib olib qo'yamiz akalar. Nimaligini ham ko'rganim yo'q. Xola kelyapti, ko'rmadi akalar, yaxshi. Bu xola akalar nima desam ekan, unchalik Zaynab emas ekan, oldingi xolaga o'xshab ko'rdi, lekin akalar ko'rdi xola. Qani birachka tez-tez kes, ichidan olamiz akalar. Yaxshi, endi hozir akalar xola keladi. Xola bizni ko'rdi. Uni tuvamardi akalar, bu xola bor-ku.
unutdi akalar, mayli mana chekkaga o'tib turamiz akalar. Ovoz chiqdi, hozir xola bizni ko'rmasdan o'tib, eshikda akalar qulfini o'ynab turgan paytda biz narigi tomonga o'tib ketamiz akalar. Yaxshi ko'rmadi. Sekinlik bilan o'tamiz akalar, ehtiyot bo'lamiz. Xola orqadan kelib akalar bitta ushlasa yomon bo'la. Shu qopqoniga ham akalar mana shuni tashib ketaylik, nima deysizlar, ha? To'g'rimi? Yaxshi akalar, o'zimiz tushib o'tirmaylik akalar, tanloyga o'xshab shu qopqonga ketdik akalar. Endi buni ko'chaga tashlaymiz. Buni bittasi ham mana uni ichida turgan ekan. Xola akalar, uni ham olishimiz kerak. Hali ko'p narsani yig'ishimiz kerak. Ko'rgan narsamizni olib kelib kerakli joyga akalar olib borib qo'yib qo'yaveramiz akalar. Hali bizga akalar juda ham ko'p narsa kerak. Mayli akalar, asta-asta yig'averamiz akalar. Boshimiz omon bo'lsa, nima bo'lsa ham endi xolani to'qmog'i bilan urib akalar kallamizga kintak qilib tashlamasa bo'ldi. Mana shu yerda pomidor turgan ekan akalar. Shu pomidorni olaylik, yo'limizdan xola-pola chiqsa akalar otamiz. Endi akalar xola ko'chaga ketayotgan ekan. Davay akalar, orqasidan otib boramiz akalar. Orqasidan tiydimi akalar, yo'qmi bilmam, lekin bordi akalar. Yaxshi akalar, xola ketib yubordi. Endi bizda shu yerda qilay turgan ishimiz buni yopish akalar. Go'sht tashovdim akalar, eslangda bo'lsa. Birinchi navbatda mana bu o'tlarni ham tikishni. Special key akalar. Va nihoyat mana akalar special keyni topdik. Endi ana go'sht biratish akalar mana shu yerda kutib turadi endi. Endi akalar olib borib mana special keyni akalar tepaga qo'yib kelishimiz kerak. Xo'p, endi go'shtini olib borib bersak akalar, bu o'rgimchak ham endi bizga nima berar ekan, to'g'rimi akalar? Endi kim bilib o'tiribdi deysizlar. Nima bo'lsa ham akalar, endi shuncha harakatga yarasha bir kerakli narsa buyursin-da. Xolaga ehtiyot bo'lish kerak. Xola iziga qaytgan bo'lishi ham mumkin akalar. Men bu xolaga ishonmayman. Buni tushunamiz. Buni ham ochib qo'yamiz akalar. Ana xolaga ham akalar bir kitobni berib qo'yamiz. Ha xola jonim, qopqonlaringiz ham bor bo'lsin agar. Hop, chiqamiz akalar. Faqat akalar xolaga eslangda bo'lsa, yangi versiyada kitob berganman akalar. Eski versiyasida umuman kitob bermaganman akalar. Shuning uchun akalar eski versiyani o'ynayapsiz akalar. Kakras kitobni ham beramiz akalar. Eski versiyasida qanday bo'lar ekan, to'g'rimi? Men sog'ingandim lekin akalar eski versiyasini. Endi buni ovoz chiqardik, xola ham kelib bo'pti akalar. Davay orqama changlab tushamiz akalar. Endi sekingina suramiz akalar. Xola ham tepadan kelib bu yoqqa qopqon ham qo'ygan. Shu qopqonidan o'tib ham ketish kerak edi. Bu yerda akalar pomidor bor ekan. Davay xola jonim keng akalar, xolaga pomidor otamiz. Qana keladi deydi akalar, yaxshi, lekin ta'sir qilmadida. Mana kitobni olamiz olib biratishga. Yaxshi akalar. Holo, kelyapsizmi? Yaxshi akalar, xolam bu tomondan kelayotgan ekan. Bundan foydalanib akalar biz mana bu tomondan suramiz akalar borib. Voy, xolajon. Akalar, naryoqdan kelmayotganmidi bu xola? Yomon akalar, yuramni o'ynatib tashladi akalar, tez urishni boshladi. Kutilmagan akalar paytda chiqib qoldi-da, chunki eslaringda bo'lsa naryoqda akalar izimdan quvib yuruvdi-da bu. Xola yomon ekan akalar, yomon pismiq PUBG'dagi krisalardan ham o'tdingiz xola. Boshqadan kutsam ham xola sizdan kutmovdim. Bu uydan surishim kerak deyapti. Yaxshi akalar, boshimiz omon bo'lsa suramiz. Xo'p, kitobimiz mana ovoz chiqarib yubordi-yu akalar, bu kitob ham xola ko'rdi. Yo'q akalar, pastdan xola ko'rgan ekan. Tabakalar bu yerda ochamiz, qani bir eshikka. Endi meni yoqda ham ochganmiz, kitobni qo'yamiz. Xola chiqyapti. Orqadan xola kelmayapti akalar. Yana akalar ko'ryapsizlarmi? Xola chiqdi akalar. Yangi versiyasi eslangda bo'lsa, ovnardi akalar, sudralib kelardi, bitta kalti qusardi. Birinchi kerak emas, shu sabab akalar birinchini tashlab qo'yamiz. Akalar ko'ryapsizlarmi? Bitta bosishda ikkitani birdaniga ochib yubordim akalar. Holo, kelyapsizmi? Lekin akalar birinchi ovozini eshitgan bo'lish kerak. Qaysidir tomondan kelar akalar, bir taraf bo'lmasa, ikkinchi tarafdan akalar xuddi bir nimadan qurib qolganday bo'lib, ana xolam ham chiqib keladi. Davay akalar, chap tomondan suramiz. Nima bo'lsa ham yo'lga qopqon qo'yib iloyga o'xshab akalar, shu qopqoniga men tushirmasa bo'ldi akalar bu xola. Ketdik. Aynan mana shu yerga kirishim kerak edi. Qani bir ishga akalar baribir o'tolmas ekanmiz. Yangi versiyasi bo'lganda akalar amallab uytib o'tardim, lekin bu eski versiyada akalar, eski versiyada o'tib bo'lmay buni ovdarsak, ovoziga akalar ana yoqdan xola cho'g'ib kelar keyin akalar. Biz borib o'rgimchagiga akalar mana go'sht berib kelamiz. Nima bo'lsa ham mana xola yo'ldan akalar chiqib turib basharadan qo'yib yuborib turgan bo'lmasa akalar bo'ldi. Pastga ketgan bo'lsin-da biz sekin suramiz akalar. Shu burilishlar yoqmaydi akalar, bor-ku. Xuddi bor-ku, burilishdan shunday burilganimda akalar
Xola shuni basharamni oldidan chiqib turganda akalar bo'laveradi-da. Kamiga akalar bu Green'ni remake qilib tashlabdi akalar. Keyin akalar bu modni qayerdan yuklayman desanglar akalar Telegramimga tashlab qo'yaman. Hop, o'rgimchakka go'sht beramiz akalar. Yaxshi bizga indamay bitib ko'ramiz. Akalar yaxshi qushni ovqati. Mana shu yerda akalar o'rgimchak qanday go'sht yeb bo'lishini akalar ozgincha tomosha qilaylik-da. Qarab turaylik akalar qanday qilib go'shtini yerkan akalar. Voy akalar! Tishlab oldi bunaqa qilmasdi. Cho'ta akalar go'sht yeyotganini tomosha qilishimiz yoqmadimi deyman-da akalar bu o'rgimchakka. Loy qildik akalar, lekin tutilib qo'yib porku. Mayli akalar. Короче, hozir videoni sho'rgacha ko'rgan bo'lsalaring, bitta like deb bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalaring, obunani bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Biz akalar loy nima bo'ldi akalar bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi. Короче, shu loy videomizda akalar davom ettiramiz. 2 marta tutilib qo'ydim, balki loyga o'xshab oxir akalar tutilaver, balchiq bo'lib ketmasam bo'ldi. Mayli akalar, sekinlik bilan tepaga chiqamiz. Chunki akalar eslaringda bo'lsa, o'rgimchak tutib oldi. Shu bilan akalar bizda jo'natmamiz mana shu yerda qolib ketdi. Buni ham olamiz. Qani bir jishga ol. Keyin akalar pastga tushib, akalar buni qushga berishimiz kerak. Xola ovqatda yuribdi, pastga akalar bitta qopqon qo'ygan demak, xola ham qafasidan chiqib ketibdi. Har go'rdan chiqib qolishi mumkin, ehtiyot bo'lish kerak. Bu qulflab ham ketgan akalar. Agar xola qachon odam bo'lasiz-a? Bu xola odam bo'lmaydi akalar. Yopirachishga buni yaxshi. Nima bo'lsa ham mana bu tomonlardan tirilgan bo'lmasin akalar, xola bor-ku. Xo'p akalar, bu ko'ramiz Teddy bormikan akalar, mana shu o'yinda ko'raylik-da. Teddyni bitta akalar, shu Teddyni ko'rib ketmasam bo'lmaydi, ebi. Teddysi ham yo'q akalar, ko'ryapsizlarmi? Loyda akalar, Teddy yo'q, qurol yo'q, yana nimadir balolar yo'q agar. Cho'tta xola mana shu yoqqa kirib ketganman deyapman akalar, chunki eshiklarni hammasi yopiq turishi kerak edi akalar. Ebi xola mana bu yerda ekan, buni tasha. Ovoz chiqarmadi-yu, birechka sen ham loysanda tasha, birechka. Ol qaytarib ol. Xola ko'rib qolishi mumkin akalar, yaxshi. Ko'rmadi. Endi akalar biz mana bu tomondan sekingina borib qushga ovqatni beraylikchi. Yana nechtadir narsani topishimiz kerak edi. Mayli akalar, qushga ovqatini beramiz. Qush tutayda, akalar Playhouse bilmadim akalar, shu o'yinchoq uychani kalti bo'lsa kerak. Endi o'zbekchasi akalar endi shunday bo'lsa kerak akalar, to'g'rimi? Yaxshi akalar, ovozni ham chiqardik. Xola menimcha bu tomondan aylanib kelay turgan bo'lsa kerak. Biz esa akalar bu tomondan aylanibgina borib akalar o'yinchoq uychani ochib kelamiz. Akalar, men eng qiziqayotganim akalar oxirida qanday bo'lar ekan, shuni akalar yomon qiziqyapman. Axir akalar xolani uyidan akalar o'zga sayraga qochib ketyapsiz akalar, to'g'rimi? Xo'p, mayli. Bu uychani ochamiz. Ikkita narsasini ham akalar mana shu yerga mana tovib olib kelib qo'yganman. Lekin eski versiyasining grafikasi akalar qandaydir boshqacharoq ekan akalar. Yangi versiyasiga qaraganda, pedalakki. Aynan akalar mana shu pedalakki'ni men qidirib yurdim-da akalar. Yaxshi o'zi topildi. Mana bu yerga akalar shuni 1-2 marta tashlasak, xola cho'p chiqadi akalar, ko'chada nima taqiryapti ekan deb. Akalar, keyin esa biz bu paytda mana bu yerda akalar qushni uyiga surib olamiz. Aynan akalar o'sha yerda qilaydigan ishlarimiz bor. Xo'p. Yangi versiyada akalar mana bu yerdan qarasa ko'rinmas ekan, lekin xola keldi. Yaxshi akalar. Короче, boshidan tushuntiraman akalar. Endi kimdir tushunmay qolishi mumkin. Xo'p, bu yerga kelib mana pedalakki bilan ochasizlar akalar. Keyin mana dastayni qo'yasizlarda, dastayni bitta pastga tushirsanang, mana chekkadagi xona ochiladi akalar. Keyin akalar kod yordamida buni ochasizlar. Keyin bu yashilni olasizlar. Yashil nimaga kerak desalang, короче, o'zga sayraga akalar biz signal jo'natamiz va akalar o'zga sayraliklar kelib bizni olib ketib qoladi. Biz akalar yerto'ladan turib signal jo'nata olmaymiz. Shuning uchun akalar eng balandagi etajga chiqib akalar o'zga sayraliklarga signal jo'natishimiz kerak. Xola ham akalar aynan mana shu tomonlardan kelayotgani uchun akalar xolani o'tkazib yuboramiz. Eshikni yopib akalar tepaga surib yuboramiz. Ana akalar xola keldi, ko'rmagan bo'lsin. Yaxshi akalar, narigi tomonga xola yo'qolib ketdi. Buni yopiratishga endi tepaga suramiz akalar. Yaxshi akalar, tepaga munozzanadan chiqib, hozir akalar o'zga sayraliklarga xabar jo'natamiz. Menimcha akalar shu xabar jo'natish uchun manekenli xonaga akalar chiqsak ham bo'lsa kerak. Xola baribir loysiz akalar, mana yoqda yovib ketganini qaranglar, esidan chiqib ketibdi. Chunki akalar faqat yangi versiya o'ynayapmiz akalar, shunga eski versiyada ba'zi narsalar akalar esidan ham chiqib ketadi. Xo'p,
O'zga sayrak akalar signalni jo'natamiz, yuzni bossamiz, qandaydir yozuvlar ham chiqib ketishi kerak edi akalar, lekin yozuv chiqmayapti akalar. Yozuv chiqish kerak edi nimadir degan. Xo'p, yaxlardan ham turib jo'nataylik akalar. Balkim xolani uyida signal pastdir akalar, o'rmonda-da chunki. Haliyam jo'natilmayapti-yu akalar. Jo'natilmayapti-yu, tepadagi xonaga chiqish kerakmi, nima deysizlar? O'rgimchagini oldiga kelib chiqqan ham odam qo'rqib qoldim. Ovqat yeyishiga ham qarab bo'lmaydi akalar, birdan chaqadi. Nimagadir jo'natilmayapti. Xola chiqyaptimi deyman-a? Menimcha men eshik yopgandim-da akalar, men nimagadir yoki akalar signal jo'natishimiz uchun xola ham shu yerda bo'lish kerakmi? Yana ham bilmadim akalar. Xo'p, signal jo'nataveraylik akalar, balkim zor akalar bizni ham shu o'zga serialliklar eshitib akalar olib ketib qolar, to'g'rimi? Nima bo'lsa ham meni olib ketib akalar qutqarsin, tani o'rganishga akalar nimadirlar qilib bo'ldi. Ey birachka, loyga o'xshab tashlavording, o sendan battar loy yo'q ekan. Yaxshi akalar, turamiz, bu yoqqa suramiz. Xola o'zini qulfini akalar o'zi ochib etgan ekan. Yaxshi akalar, mana bu yerdan chiqib qaraylikcha. Balkim akalar o'zga serialliklar kelgandir. Xo'p akalar, mana ko'chaga ham chiqib. Akalar, mana o'zga serialliklar kelibdi akalar, meni olib ketadi akalar. Va nihoyat hozir men nuriga tursam akalar olib ketadi. Nima deysizlar? Ketamizmi akalar? Lekin salgina odam qo'rqyapti akalar. Xo'p, xolani uyda qolgandan o'zga serialliklar bilan akalar ketgan yaxshi. Mana akalar, bu nihoyat akalar xolani uydan o'zga serialliklarni kiymasda surib boryapmiz akalar. Lekin akalar xolani qarab turishini qaranglar, kal boshingizga sizni xola xuddi kimdir ko'zingizga qo'lini tiqib o'yib olganga o'xshaydi. Xo'p akalar, mana o'zga serialliklarni kiymasda xolani uydan surib bordik. Qarashchi do'stlar, videochamiz yoqqan bo'lsa bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin.